Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Ben Kardeşimden Ebijala. Bugün programımızda biz eslidik plan boyunca Avustralya'daki namayışının naq meydan ve şunun neticesini şu yerdeki qarindaşlarımızın öz ağzından almakçıdık. Ama bugün vaqt farkımız bolganligi üçün hem o qarindaşlarımız nurgun neçe yüz kilometr yolunu besip o namayış parlament binasına aldığı verip u yerden qaytqanligi üçün hem vaqt to'g'ri kelinmay bu programmamizni ertaga mush vaqtning o'ziga tanishdik. İnşallah bugun kechdiki nimamizning uchurimizga asosan sizlar bundan nima qila olasizlar, vaqt bilan olasizlar. Hamda bugun asosliq dunyoning shu yerdagi bir namoyish ko'rinishini ijtimoiy tarmoqlardan oldim. Hammanglar Facebook'lardami bu bo'layotgan namoyish ahvolidan xabardor bo'ldinglar, qarindoshlar. Qarindoshlar, shu Sharq Turkiston irqiy qirg'inchilikning masalasining har qaysi parlament davlatlardagi parlamentda kun tartibga kelishi bilan nurg'un davlatlardagi qarindoshlarimiz o'zining imkoniyati, sharoitiga asosan mayli shanba, yakshanba kuni bo'lsin, mayli haftaligida bo'lsin, shu turda namoyishni davomlashtirib kelmoqda. Mana Istanbuldagi qarindoshlarimizga bugun 86 kuni bo'lganligida xabarni angladim. 86 kunda namoyishni davomlashtiryapti. Qozog'istondagi u yerdagi Xitoy elchixonasi, konsulxonasining oldidagi bu qarindoshlarimizni bugun soqchilar tarafidan biroz bir nima uchraganligini, ularning meningcha bir oydan ishib qoldi deyman, shu turda davomlashayotganligi tam vaqtini aniq uqmayman qarindoshlarim. Shunga o'xshagan shakldagi ahvollardan Avstraliyadagi bugungi parlament binosining oldidagi namoyish qatorliq 3 namoyishning naq maydonidan azroq oldim qarindoshlar. Bu naq maydonni har birlari o'rtoqlashgach, yana o'zimizning gapini davomlashtiramiz inshaalloh. Mana Qozog'istondagi namoyish qilayotgan she'rlarimizning shu yerdagi soqchilar tarafidan biroz harakatdan cheklanib uchraganligini ahvollarni ko'ryapmiz. Mana ularni biroz yiroqroq yerga o'tkazganligidek ahvol turdi. Mana o rasmiy iliqi namoyishlarni qo'llaydigan soqchilardek turdi formalarga o'xshamaydi. Xitoy konsulxonasining oldida nimalayapti? Güzelchilayapti. Bularni Xitoyning besim bilan balkim cheklanib uchrayotgan bo'lishi mumkin. Sen siyahtı boğan odağı. Sen adamı cansız usta. Tayda ginastığı yürüp yatır. Adamı cansız usta degen ustamagan için sottalıp otur mınav. Endi qozoqchani bekib to'liq uqmayman qarindoshlar. Ama mush qarindoshlarımızdan gaplarini shuni tushundimki, hamda Oshiyadagi shu turmada yetayotgan qarindoshlarim haqiqatan qarindoshi. Biz bu yerda nima qilmadik. Biz bir şekilde o'zimizning Oshiyadagi qarindoshlarimizning ovozi bo'layapmiz degan shaklda bir pozitsiyasini soqchilarga bildiryapti. Soqchilar nihoyatda o'ng'aysizlanganligi uchun nihoyatda bir nima bo'lmagan durumda, ya'ni ahvoli biroz deymiz o'ng'aysizlangan ahvol ostida qarab turayotganligini ko'ryapmiz. Ana keyin Ayamir hemşirimizning biroz ülkemi bir aylanib ketgan naq maydonda. Bugunmi biroz o'zining qon besimi va yoki kayfiyati turoqsizlik tufaylidan biroz nimasi bo'lgan bo'lishi mumkin. Ama bularni shu Xitoy konsulxonasining yiroqroq bir yerga qo'yilgandek ko'rdim hozir ko'rinishda. Chunki ular shu turayotgan elchixonasi yoki konsulxonasining oldida. Ondan yiroqroq yerga biroz qo'yilgandek turdi. Yok bunu senin de Xitoyda alıp gel aldığımızga cevap versin. Bu kişiler işte şişmeydi koy. Aynen Xitoyni chaqirib kelib bizga javob bersa, men qarindoshlarimiz qani deb savol qo'yadi. Bu kişilerde tek qana sizlerin solu koluna keledi. Siz mesela şey koluna gelmeydi. Sonuçta bu kişilerge hiç narsa aytıp özünüzü yedirgeni tutmаңыз. Bu kişiler sizlerge kömөчүңүз үшін келген жоқ. Sizlerge кедергі келді үшін келіп тұр. Bu kişilerge söyleyip energiyanızı kutmаңыз. Түсінесіз бе? Bu soqchilarga qarab siz o'zingizni nima qilmang, shu energiyangizni xo'ratmang degandek shaklda bir gap qilyapti-da.
düşmanımız Xitay bolgan ki Xitaydan Kiligranda yapıştı. Ama bu da tosalgılık kılgan ki bu özü gibi deydigan gibini deyişi mümkün de. Hem de bulama Kızıkstan hükümeti mi Xitayning naayet zor iqtisadi siyasi bisimiga duch kelyapti deb o'ylayman. Chunki Xitayning naayet nurg'un manfaat, nurg'un qurilish, nurg'un mayli Qozog'istonning neft boyligini ichish olsun, yer boyliklarini ichish olsun Xitayning naayet nurg'un mablag'da bu yerga kirgizdik. Xitayning ihtiyacı neft bo'lganligi uchun o'z vaqtida bizdan qaramay neftlik işçilerinin Qozog'iston turbu yo'llarini Qozog'istondagi neft turbu yo'llarini qaramay orqali Xitoyga to'shigan yo'lni yasaganligidan xabarim bor. Chunki biz shu ba'zi bizdan aşağıda ishlab yashagan qarindoshlarimizninki aloqalarimizdan shu yerga ishlatilib qilganligidan xabarimiz bor. Shu vaqt anlayib liniyani tatbiq Açık liniyani ishlab keldik degan shekildagi chunki bizning qaramaydiki aloqalarimizning neft burg'ulashda anandan keyin mana bu yo'llar yotqizamiz cho'ng turbul yo'llarni neft to'shiydigan turbulni payetlaydigan Xitoyning шаруасы Xitoyning konsulluğunda. Al Xitoyning konsulluğuna baruga siz kedergi keltirdingizler, politsiya өкілдіктері. Не үшін кедергі келтірдіңіз? Себебін айтыңызшы дұрысты. Нақты түрде. Заңды түрде айтыңызшы. Қандай себепке? Demek bu Qozog'istondagi nimaning ahvolidan qisqacha ma'lumot qarindoshlar. Bugungi bo'lgan ko'rinishgan qarindoshlarimiz yo'llab qo'yg'achqa men buni tushirib bu yerdan taqdim qo'ydim. Demak, nima deganda endi Qozog'istondagi namoyishlarni har xil cheklimlarga har xil besimlar uchrayotganligini ko'ryapmiz. Bu İstanbul'daki qarindoshlarimizni namoyishidan bir ko'rinish. Burhan Setiy qarindoshimiz ingliz tilida qilgan muxbirligiga yoki insonligiga namoyishlar ahvolini tushuntirib beryapti. Avvalgi qarindoshlarimizning oiladagi onların ahvalını düşündürüp bize tercih ediyor. Allah razı olsun. İçeride sürdürdüğüm şeye gidip belgen ben muşnamayı teşkilattan muşnamayı her xil cihette iktisadi ve her üzerine imkanlardan yardım kılan arkadaşlarımızdan Allah razı olsun deymen. Şu sürdürdüğüm muşnak birbirimiz hemmimizin oturgu çıkışımız, hemmimizin bir iş getirişine oynuyor arkadaşlar. Birisimiz her şekilde birisimiz yol kiranı götürmez, birisimiz sonu götürmez, birisimiz nanını götürmez, birisimiz vaktimizi çıkarmaz, birisimiz düşünümüzde resmi salımız. Muşta şekilde işlerimiz devamlaşıyor arkadaşlar. Şuna eleke çıkan karindaşlarımız hem yan tutuduğun, hem vaktidin, hem minimizdeki çıkmadan birleşme oynuyor. Kılavatan karindaşlarımızdan jiraklı algan ya çıkanmagan ya çıktı var. Ama Abdullah Sadiyet yerden birinin arkadaşlar Sadiyet yerden desek. Her xıtlıları tercüm kılanan tercümanlık şeklinde hizmetine asla. Anan dinkin her xil muxbirlar bilan har dunyoning arkadaşlar muxbirlar bilan aloqamiz bor. Muxbirlarni tunishtirib, muxbirlar orqali yetkazsak, ish qilib hammamiz o'zimizning qo'lidan nima kelsa qardoshlar. Shu imkoniyatni o'ynab qilsak, g'oyat yaxshi deb o'ylayman. Hamda mayli 3-chi turdagi bugun Avstraliyaning genocide, what do we do? Bugün Avustralya'da karindoshlarimiz shuni ovoz qo'yish yine yashaganchilikni ovoz qo'yganda Alloh oldida namoyish qilib bu yerda anlatdi. We want justice. We want justice. We want justice. Genocide made in China. Genocide made in China. Genocide made in China. Genocide made in China. Concentration camp made in China. Concentration camp. Allah razı olsun. 6 teşkilatından Avustralya'nın 6 teşkilatından birleşip bu namayişini teşkiller. Bu
We want justice. We want justice. We want justice. Ahvallarını anlatış, anlaşılışlıkta Freedom in bir Turkestan. özlerinin Türkistan'daki ahvallarını yallah şekilde bir anlatılığını görüp durduğumuz. China stop genocide. China stop. Demek kardeşler, hem de bir yerdeki mesela meyle bugün hem de Avustralya parlamentinin bu erkek kırgınçılık degenini ötmedi dep anladık. Hem de ertegelikki Allah kalırsa biz Avustralya'daki çoğunlarımızdan cüretkamne asaslık şu bugünkü ahvalını sözlep berişke kandak şekilde bir kararlarına elinganlığını nima uchun bu Avustralya parlamentida bu erkek kırgınçılık degen bu parlamentning o'tmaganligini bu to'g'riliq tushunchisini olamiz. Hem tafsilotini bu akamiz yaqindan bu kuzatib turgan bo'lg'achqa bu ahvollarni yaqindan so'zlab berdi deb o'ylayman. Shuning bilan birga qarindoshlar, biz ertaki programmamizni Alloh xohlasa biz shu Yevropa vaqti soat 10'da qilamiz da'vatimiz. İnşallah yana bu ertaki programmamizda vaqtida ko'rishinglarni hamda mushu biz tarqatgan ulanmalarni yoki videolarni tarqitib qo'yishinglarni, kanalımızga a'zo bo'lmagan qarindoshlarimizning a'zo bo'lishini, a'zo bo'lgan vaqtida biz texmo ko'p bir şekilde qarindoshlarimizga a'zo bo'lgan qarindoshlarimiz vaqtida bizning tarqatgan programmamiz vaqtida ko'ralaydi. Anan keyin bizning taraqqiyotimizga ma'sih qo'sha oladi. Sening bizning faqat mushu biz hamma yerga tarqitib bo'lolmaydi ekanmiz. Bizning o'zimizning cheklik ijtimoiy aloqamiz bo'lganligi uchun her birlarining shu ijtimoiy aloqalar orqali bu biz so'zlagan, biz tarqatgan videolarning ko'plagan kishilarimizga yetishini umid qilamiz. Hammamiz o'zimizning qo'ldan kelgan shaklida harakat qilsak qarindoshlar, nihoyat yaxshi bo'ladi. Shaxsan men bu media shaklida harakat xizmat qila oladi ekanman. Men buning uchun vaqtimni, biroz zehnimni buning uchun bersam nihoyat yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun qarindoshlarim, hammamiz o'zimizning qilayotgan ishlarini nihoyat yaxshi qilishga, nihoyat vatanimizning mustaqilligi, Sharq Turkiston davosining butun dunyoda kun tartib bo'lishi va irqiy qirg'inchilik deb bugun aytilayotgan shu Xitoy jinoyatini butun davlatlarda umumlashini va qarorlarning chiqishini, Xitoygacha haqiqiy shaklda amaliy besimlarning paydo bo'lishini, Sharq Turkistonni biz pat muddatda qo'limizga olish uchun butun dunyoning hamkorlashishi, butun dunyoning halkımızda sepsiz turuşu bilen birlikte bu şekilde yeterliyemiz kardeşler. Herkes üzümüzden lam şeklimiz, üzümüzden lam kuşu bilen bu iş hal olmaydı. Bunun için bugünkü Şarkı Türkistan erkek kırgınçılık kılıvatkan Xitayning cinayetini so'rozish uchun biz xalqaroning besimi, xalqaro sudga elib chiqishimiz bilan şekilde har xil şekilde siyosiy, iqtisodiy besimlar bilan Xitoyni bo'yin egdiraymiz qarindoshlar. Undaq bo'lmaydi ekan, shaxsan bizning o'zimizning nimasiga tayinib qolib qolsak, biz qurildigan davlatimizning boshqalar tarafidan e'tirof qilinishi kerak. Boshqalar tarafi bilan hamkorlashib shu dunyoning bir parchasi bo'lish shaklida biz yana boshqa davlatlar bilan birlikda bu dunyoning taraqqiyoti uchun hassa qo'shishimiz kerak. Buni dunyo xalqiga aniq tushuntirishimiz kerak. Xitoyning zo'magarligini, Xitoyning tajovuz ekanligini, Xitoyning bir şekilde ilgi kırgınçılık ilip beriyotganligini, neçe milyon insanlarımızın yo'qligini, hammamiz o'zimizning urug' tuqqanlari va biladigan tunish bilish qarindoshlarımızning ovoziga ovoz bo'lishimiz bu bek muhim. Ertekelik programmamızda bu so'zlayotgan qaysi partiyaning kishilari qanday ahvollar yuz berdi, nima uchun Avustraliyada bugungi ovozimiz o'talmadi, bu to'g'riliq programmamizni ayt qilmoqchi inshaalloh qarindoshlarim. Shunga programmamiz vaqtida ko'rishinglarni umid qilaman. Yana bu qarindoshlarimizning bu kanallarımızga doim diqqat berishini hamda benim deganimdek tarqitib qo'yishni umid qilaman. Har biringizni Janob Allohga topshirib, bugungi programmamizni shart oxirlashtirmoqchi qarindoshlarim. Hammanglarni Janob Allohga topshirib, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.